Tünögün keşte bir er yol üstüdeki yaymada dosturu bilen sorun tüzüp rasa hoşal oldurgan paytda tuyuqsuz ayaldan telefon kelip 10 minut içinde öyge qaytıp bulun degan buyruq tushgan. Er hamdi o'rnini qo'pib dosturu bilan xo'shlashmoqchi bo'lganda bir do'sti Nemanchi xotiningni gapini anglaysa? Vijdoning nakatda asiram. dal shu vaqtda er mundaq bir eg'iz gap qilib hammalarni o'yga cho'mdirdi. Men uning yoshligidan bərlənganman. Çoxum uning o'z beshimchiligini qabul qilishim kerak. U bizning yaxshi turmush kechirishimiz uchun, oilamizning chirig'ining o'chib qolmaslik uchun jinidan ayrilg'ili tas qoldi. Uning nazokatlik go'zal chiroyi men uchun sarg'aydi. Ota-onasi uni atib olib cho'ng qilsa, bizning oilaga kelib, cho'ng kichikning xizmatida bo'ldi. U o'z uyida 20 yil atva bo'ldi. Lekin bizning uyga kelib, orgacha jafo tortib, necha 20 yilni o'tkazdi. Amaliyotda mening uningdan qo'rqqunim emas, balki hurmat qilganim. Men o'z vijdonimga yuz kelishim kerak. Hozir sizlar mayli yaxshi yutunlar yoki jidalishib qolgan yoki sovuq munosabatda yoki ayrim turumlar va hattoki ajrashib kirtavga berib qolgan bo'linglar. Bu ishni anglagandan keyin ayolingizni yaxshi o'ylab beqing. Siz bilan bir umr o'tadiganini ayolingiz. Og'rib qolsangiz, holingizdan xabar oldig'ini ayolingiz. Chach aqarg'icha qo'lingizni qo'yib ayolingiz. Qeyrig'anda yolg'izligingizga mung bo'ldig'ini yana ayolingiz. Sen bir umringni men uchun do'g' tiksan, men sening futtirishingga qandoqmi chiday? Vaz geçişler bulmuşsun. Sevendiksiz insan yok ku meyli yalgancılık bulmuşsun. Vücudumni sana atay meyli vafasızlık bulmuşsun. Yüreğli bir